Hasan tuman Mo'lal qishlog'ida. Qachon? 1989-yil. Umuman ichmasdim. Umuman ichmasdiz? Yo'q, umuman ichmasdim. Ikkita-uchta o'yinlama ichib qoldik. Qayerga o'tirdinglar? Qishloqqa. Choyxonayami? Yo'q, shu oddiy qishloqqa uyga o'tirdik. O'sha yo'l harakati ishtirokchilarini sizni, bizni oila a'zolarimiz, qarindoshimiz bo'lishi mumkin. To'g'ri. Nega buni oqibatini o'ylamayapsiz? Bilmay qoldim-da, uzr kechiring. Hech bunday bo'lmas, hech biron marta shu yoshga kirib ichmaganman umuman. Sud qaror qiladi. Sa'dullayev Furqat Faxriddinovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. Sa'dullayev Furqat Faxriddinovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismi bilan 3 yil muayyan huquqdan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Nima qilganingiz uchun uzr so'raysiz? Ayting-da birinchi nima? 7-kun kechasida yarim kechada uyga edim. Ishdan keldim, ochib uyga bordim. Keyin piyo ichdim. Uygami? Uyga o'tirib ichdim. Keyin dadam telefon qildi. Tezki bolam ishim bor degan mashina minib chiqdim. Majbur bo'lganim Sud qaror qildi. Bahrom Shahboz Shamsiddin o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismi va 125-moddasi 5-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topildi. Bahronov Shahboz Shamsiddin o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 5-qismi bilan 5 barobar miqdorida jarima jazosi, 131-moddasi 1-qismi bilan 3 yil muayyan huquqdan mahrum qilib 40 barobar jarima jazosi tayinlansin.